Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi aqlli, zukko, bilimga chanqoq bolajonlar uchun chet el yozuvchisi Boris Aprelovning Tulkichaning sarguzashtlari nomli ertak kitobini o'qishni tavsiya etadi. Aziz bolajonlar, tulki va tulkichalar, ularning ayyorliklari, topqirliklari haqida ertak va qissalarni o'qiganingiz rost. Lekin bu ertak qissa ko'z ko'rib quloq eshitmagan voqealarga boyligi bilan ajralib turadi. Bolg'ar adibining qalamiga mansub ushbu qissa hazil mutoyibaga yo'g'rilganligi, hayotda ko'rib bilib yurgan narsalaringizni jonivorlar harakati orqali sodda va ishonchli tarzda yoritib berishi siz bilan birga ota-onangizni ham qiziqtirib qo'yishi turgan gap. Do'stlik, hamjihatlik, mehr-oqibat kabi insoniy tuyg'ularning majoziy talqini qissaning tarbiyaviy ahamiyatini yanada oshiradi. Tulkichada qanot yo'q. U qanday qilib havoda parvoz qila oladi yoki tulkicha qanday qilib dengizda suza oladi deb savol berishingiz mumkin. Buning uchun qissani oxirigacha o'qisangiz bu savollarga albatta javob topa olasiz.